هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure El-A'raf 12. ayetinden başlayıp okuyayımız inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dikkatinlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri, Uygurca tercümesi, A'raf suresi 12. ayetinden başlayıp okuyayımız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Allah iblisqa sen secde kılışqa buyurgan çağımda nemiş secde kılmadın dedi. İblis, men onundan artıq, meni otdan, onu laydan yarattın dedi. Seni secde kılışqa buyurgan çağımda nemiş secde kılmadın dedi. Degen ayetning ma'nosi, seni Ademge secde kılışqa buyurgan vaqtimda senin secde kılmaslıqınga nemi sebepçi boldi deganlik bo'ladi. İbn Jarir bu ayet mushundaq ma'ni berdi dedi. La'nati iblis. Men onundan ortiq deb javob berdi. Onun ko'rsatgan bu bahonasi gunoh qilganlikdanmi ig'irdir. La'nati iblis yuqori martabaliklarning tuvan martabaliklarga sajda qilishi to'g'ri emas degan sapsati bilan men o'tdan, Adem laydan yaratilgan, o't laydan yaratilgan, o't laydan yaratilgan, o't laydan yaratilgan. O't laydan afzal tursa, u laydan yaratilgan, o't laydan afzal tursa, sen qandaqmı meni onunğa secde qilishga buyursan deydi. Allah Teala Adem aleyhisselamni öz qo'li bilan yaratib, onunğa o'zining ruhidan puvlab, jon kirgizganligidan iborat Adem aleyhisselamga ato qilgan sharafiga qaramay, moddining hakimiyetiga qaradi. Demak, iblis o't bilan layni selishtirman deb Allah Teala'nın periştililerine onunğa secde qilinglar degan buyrug'iga bo'yintovlik qildi. Secde qilishdan bosh tortganligi uchun periştilerning ichidan ayrilib, Allah Teala'nın rahmetidan mahrum qoldi. Bunun bilan uning men laydan yaratilgan odamdan afzal degan sapsatisi barbod bo'ldi. Çünkü layning aslisi bo'lgan tuproq ig'ir, suv saqlaya oladigan, yumshoq, chidamliq, ziroat undiradigan, o'zida o'simliklarni yashnatadigan va mo'l hosil beradigan xususiyatlarga ega. O't bo'lsa ko'ydiradigan, yengil va tar qilishchan, oson yomishadigan xususiyatlarga ega. İblis özü yaratilgan moddiga xiloflik qildi. Adem Allah Teala'nın buyrug'ini ijro qilish, Allah Teala'ga bo'ysunish, o'zini e'tirof qilish va Allah Teala'dan mag'firat talab qilish orqali o'z moddisiga vafo qildi. İmam Muslim Aisha radhiyallohu anhadan Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Periştiler nurdan yaratilgan, iblis o'tning yolqinidan yaratilgan. Adem bo'lsa sizlarga sifatlab berilgandek tuproqdan yaratilgan. İblisning selishtirg'uchilarning tunjisi ekanligi to'g'risida. İblis meni o'tdan, uni laydan yaratding dedi. Bu ayet hakkında İbn Jarir
Hasanning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Iblis men o'tdan, odam tuproqdan yaratilgan bo'lsa deb tunji bo'lib narsalarning mohiyatini selishtirishni yo'l qo'yguchi bo'ldi. Bu haqda İbn Saidning mundaq deganligi rivoyat qilindi. İblis tunji bo'lib moddalarni o'zaro selishtirguchi bo'ldi. Keyingilar quyosh, oylog'imi mushundaq selishtirishlar orqali ibodat qilindi. Allah iblisga aytdi: "Sen bu yerdan, ya'ni jannatdan tushib ket. Bu yerda o'zingni cho'ng tutishing bo'lmaydi. Yo'qol. Sen haqiqatan pastkashlardinsan." İblis: "Ma kishilar qayta terildigan kungacha, ya'ni qiyomat kunigacha muhlat bergin" dedi. Allah: "Sana muhlat berildi" dedi. Allah Teala iblisga: "Bu yerda takabburlik qilishga bo'lmaydi. Lekin sen takabburlik qilib, buyruqimga osiylik qilganliging va menga bo'ysunmaganliging uchun sen bu yerdan, ya'ni jannatdan tushib ket" dedi. Ko'p sondagi olimlar bu oyatdagi bu yerdan degan so'zdan jannat ko'z tutilmasdan üstünki alemdeki iblis üçün tural kılıngan bir orun köz tutulgan buluşu mümkün deyişti. Yo'qol, sen hakikaten paskeşlerdin sen. Bunda qo'g'lanish iblisning maqsadi va murodiga tutun xilop kelgan bir muomaladir. La'nati iblis mushu vaqtda o'shini tepib, "Mana kishilarga qayt serildirilgan kungacha, ya'ni qiyomat kunigacha muhlat bergin" deb Alloh taoladan o'ziga toki qiyomatgacha muhlat berishni talab qildi. Alloh taolo uning talabiga asosan "Sana muhlat berildi" deb javob qaytardi. Alloh taolaning iblisga muhlat berishida nurg'un ibrat va hikmatlar bor. Bu Alloh taolaning bir xohishi bo'lib, uningga hech kim qarshilik qila olmaydi. Alloh taolo tiz hisob olguchidir. İblis aytdi: "Sening meni ozdurganligingdan ular, ya'ni Odam alayhissalom va uning avlodiga vasvasa qilish uchun cho'qim sening to'g'ri yo'ling ustida o'ltirman. Ondan ularga cho'qim oldidan, orqasidan, o'ngidan, solidan hujum qilaman. Ularning ko'pchiligining ne'matingga shukr qiluvchilar emasligini ko'rsan." Allah Teala bu ayette iblisga qiyomat kunigacha muhlat bergandan keyin iblisning buni chin tutqi qilib, "Sening meni ozdirganligingdan ular, ya'ni Odam alayhissalom va uning avlodiga vasvasa qilish uchun cho'qim sening to'g'ri yo'ling ustida o'ltirman" deb haddidan oshganligidan xabar berdi. Bu ayetning ma'nosi to'g'risida İbn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq deydi: "Sen meni ozg'unlikqa hukm qilg'achqa, Odam alayhissalom va uning avlodiga vasvasa qilish uchun cho'qim sening to'g'ri yo'lingning ustida o'ltirman." Bu oyatning ma'nosi haqida boshqalar mundaq deydi: "Sen yaratgan odamning sababi bilan meni rahmatingdan yiroq qilib, halok qilganing uchun men u odamning o'z pushtidan yaratgan bandalaringni ozdirish uchun haq va nijotlik yo'lining ustida o'ltiraman. Shundaqla sen meni ozg'unlikqa hukm qilganliging uchun bandalaringning sana ibodat qilmasligi va seni bir deb aqida bog'lamasligi uchun ularni ozdiraman." İmam Ahmad Sabura ibni Ablining mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Men payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini angladim. Shayton odam bolalarining yo'llarida o'ltirdi. Ya'ni musulmon bo'lmoqchi bo'lgan kishining yo'lida o'ltirib, sen o'zingning diningni va ota-bobolaringning dinini tashlab musulmon bo'lamsan deydi.
U kishi shaytonning so'ziga quloq solmay musulmon bo'ladi. Alloh yo'lida hijrat qilmoqchi bo'lgan kishining yo'lida o'ltirib, sen o'z vataningni va o'z yurtingni tashlab hijrat qilamsan deydi payg'ambar alayhisalom. Alloh yo'lida hijrat qiluvchining misoli xuddi bog'liqdagi otga o'xshaydi. Bog'liqdagi ot bir yerga bog'lanib qolganidek, hijrat qiluvchining qalb rishtimi ana vataniga bog'langan bo'ladi. Shunga diqqat qilmasa, shaytonning ozdirishiga ergishib ketish ehtimoli bor. Shundaq turg'liqmi, u kishi uning gapiga quloq solmay hijrat yo'liga mengayverdi. Shayton jihad qilg'ili manganlarning yo'lida o'ltirib, sen jihadga chiqamsan, agar jihadda o'lib ketsang, oyoling tul qilib boshqalarning amriga o'tib ketadi. Meling boshqalarga taqsim qilinib ketadi deydi. Mu'minlar har bir to'salg'ida shaytonning so'ziga quloq solmay o'z yo'liga mengayverdi. Kimiki shaytonning shundaq vasvasa qilishlariga qaramay musulmondorchilikda ching tursa, navoda u kishi o'z ajali bilan o'lib ketsa, Alloh taolaning u kishini jannatga akirishi haqliq bo'ladi. Agar jihodga chiqib shahid qilingan bo'lsa, Alloh taolaning uni jannat bilan mukofotlashi haqliq bo'ladi. Agar suvda g'arq bo'lib yoki ularning ostida qilib o'lib ketsa-mu, Alloh taolaning u kishini jannatga akirishi haqliq bo'ladi. Ondan ularga cho'qim oldidan, orqasidan, o'ngdan, solidan hujum qilaman. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning shaytonning so'zini hikoya qilib kelgan. Ondan ularga cho'qim oldidan hujum qilaman degan oyatning ma'nosi, men ularni qiyomat kunining bo'lishidan shakllantirman. Orqasidan hujum qilaman degan oyatning ma'nosi, ularni dunyo hayotiga qiziqtirman. O'ngdan hujum qilaman degan oyatning ma'nosi, ularni din ishlarida shubhilantirman. Soldan hujum qilaman degan oyatning ma'nosi, ularni yomon ishlarni qilishga herisman qilaman deganligini rivoyat qiladi. Ondan ularga cho'qim oldidan, orqasidan, o'ngidan, solidan hujum qilaman. Bu oyatning ma'nosi haqida Hakim ibn Habban ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mazkur oyatda shayton odam bolalarining har tarafdan hujum qiladiganligini dedi. Her tarafdan hujum qiladiganligini dedi. Ammo odam bolalarining usti tarafidan hujum qilaman demedi. Undaq deyilmaslikdagi sababi Alloh taolaning rahmati odamning usti tarafidan tushadiganligi uchundir. Ya Allah. Ularning ko'pchiligining ne'matinga shukr qilguvchilar emasligini ko'rsan. Bu oyatning ma'nosi haqida Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ularning ko'pchiligining seni bir deb aqida bog'laydigan kishilardan emasligini ko'rsan. İblisning yuqorida degan so'zlari gumon va farazdan iboratdir. Uning bu farazlari amaliyotga uyg'un kelib qoldi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. İblis ularni ozdirishdan iborat gumonini haqiqatan ishga oshirdi. Chunki bir turkum mu'minlardan boshqa ularning hammasi iblisga ergashdi. İblisning ular, ya'ni ergash kuchilar ustidan vasvasa qilishi bilan hukmronlik qilishi faqat bizning oxiratga iymon etuvchilar bilan uningga shak keltiruvchilarni bilib olishimiz uchundir. Rabbing hamma narsani kuzatuvchidir. Shunga shaytonning insonni har tarafdan qorshab
iskenjiga ilvelishidan panoh tilash to'g'riliq hadis keldi. İmam Ahmad Abdullah ibn Umar radıyallahu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalom tövendeki duani ettigen ve keşlerde o'qishni tashlab qo'ymaydi. Ey Allah, dünya ahirette xotirjamlik tilayman. Ey Allah, dinim, dünyaliqim, balı chaqam ve mollarimda kechirimchan bo'lishingni tilayman. Ey Allah, aybimni yopqin, ko'nglimni xotirjamsizlikdan saqlag'in. Ey Allah, meni oldi tarafimdan, keyni tarafimdan, o'ng yinimdan, so'l yinimdan va usti tarafimdan saqlag'in. Ey Allah, sening kattaligining hurmati bilan meni yer yutib ketishdan panoh tilayman. Bu hadisni Abu Davud, Nasai, Ibn Majah, Ibn Hibban ve Hakim qatorliqlar rivoyat qilgan. Allah aytdi: Cennetin ayıplangan ve rahmetimden mahrum qilingan oldi chiq. Ularning ichidan sana ergashganlarni qo'shib, hammanglar bilan cho'qim cehennemni to'ldirman. Allah Teala la'nati shaytonni üstünki olamdan qo'g'lab chiqarganligini, cennetin ayıplangan ve rahmetimden mahrum qilingan oldi chiq degan oyati bilan yana bir qitim ta'kidladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Savri ibn Abbas radıyallahu anhumaning sen cennetin g'azibimga duchor bo'lgan holatda chiq deganlikni rivoyat qiladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radıyallahu anhumaning sen cennetin xorlangan ve g'azibimga uchragan holda chiqqan deganlikni rivoyat qiladi. Suddi bu oyatning ma'nosi sen cennetin g'azibimga uchragan ve rahmetimden mahrum qilingan holda chiqqan degan bo'ldi dedi. Qatada bu oyatning ma'nosi sen cennetin la'natimga ve g'azibimga uchragan holat chiq deganlik bo'ldi deydi. Mujahid bu oyatning ma'nosi sen cennetin qo'g'langan ve rahmetimden yiroq qilingan holda chiq deganlik bo'ldi dedi. Rabi ibn Anas bu oyatning ma'nosi sen cennetin qo'g'langan ve xorlangan holda chiq deganlik bo'ldi dedi. Ularning ichidan sana ergashganlarni qo'shib, hammanglar bilan cho'qim cehennemni to'ldirman. Bu oyatning ma'nosi tövendiki Allah iblisga aytdi: Barg'in, sana mühlet berdim. Ulardan, yani Adem ballarından kimiki sana ergişidiken cehennem sana ve ulağı berilgen toluq jazodur. Ularning ichidan qo'zg'ata oladigan leki odamingni ovozing bilan, ya'ni gunohga chaqirishing bilan qo'zg'atqin. Otliq ve piyoda qo'shining bilan ularga hujum qilgin. Ularning mollariga ve ballariga shirik bo'lgin. Ularga yolg'on va'dalarni bergin. Şeytanның ularga bergen va'dasi faqat aldamchilikdir. Shubhisizki mening ixlosman bandalarim ustidan sen hukmronlik qila olmaysan. Rabbing haqiqatan homiy bo'lishga yetarlikdir. Ey Adem, sen ayoling bilan ikkinglar birga jannatda turinglar. Jannatning mevalaridan xohlaganinglarcha yenglar. Bu daraxtga yaqinlashmanglar. Uningga yaqinlashsanglar zolimlardan bo'lib qolasizlar. Lekin şeytan ularning yipiqliq avratlarini ichib yetish uchun ularga vasvasa qildi. Şeytan aytdi: Rabbinglarning sizlarga bu daraxtning mevasini yeyishini mani qilganligi faqat sizlarning farishta bo'lib ketmasliginglar yoki jannatda mangu turib qolmasliginglar uchundir.
Shuningdek ularga men cho'qim sizlarga sodiqman deb qasam ichib berdi. Shaytonning Odam va Havvoga hiyla-mekr ishiltib cheklangan daraxtning mevasini yegizganligi to'g'risida. Alloh taolo Odam va ayoli Havvoga jannatdagi ma'lum bir daraxtning mevasidan boshqa barliq mevalarni yeyishga ruxsat qildi. Shu vaqtda shayton bu ikkisiga berilgan ne'matga hasad qildi va ularga berilgan ne'mat va chiroyli kiyimlaridan ularni ayirib o'tish uchun Odam va Havvoga mazkur cheklangan daraxtning mevasini yegizishga turli chora va hiyla-mikrlarni qo'llandi. Shayton ularga yolg'ondan mundoq dedi: Rabbinglarning sizlarga bu daraxtning mevasini yeyishni mani qilganligi faqat sizlarning farishta bo'lib ketmasliginglar yoki jannatda mangu turib qolmasliginglar uchundir. Ya'ni Alloh taolaning sizlar ikkinglarni bu daraxtning mevasini cheklishning sababi sizlarning farishta bo'lib ketmasliginglar yoki jannatda mangu turib qolmasliginglar uchundir. Agar sizlar bu daraxtning mevasini yesanglar, farishtaga aylanasizlar yoki jannatda mangu qolasizlar. Bu oyatning ma'nosi tövendeki ayetning ma'nosiga o'xshashdir. Shayton uningga vasvas qilib: "Ey odam, sen men yegan odam o'lmaydigan daraxtni va zavol topmas podshohlikni ko'rsatib qo'yaymi? Ey odam, sana men yegan odam o'lmaydigan daraxtni va zavol topmas podshohlikni ko'rsatib qo'yaymi?" dedi. Shuningdek ularga men cho'qim sizlarga sodiqman deb qasam ichib berdi. Ya'ni men sizlarga nasihat qilyapman. Menmi sizlardan ilgari mush yerda edim. Men bu yerni obdan bilaman. Men degandek qilinglar. Demak, shayton Allohning nomi bilan qasam ichib berish orqali u ikkisini oldi. Mu'min ba'zida Allohning nomi tilga ilinganlik bilan oldinib qoladi. Qatada bu oyatning ma'nosi iblis Allohning nomi bilan qasam qilib, men sizlardan ilgari yaratilgan bu yerning ahvolini sizlardan yaxshi bilaman. Menga ergishinglar, men sizlarni foydali yo'lga boshlab qo'yaman deganlik bo'ladi dedi. Aldamchilik usullari orqali ularni yuqori martabadan tuvan martabaga tushirdi. Daraxtning mevasini yegandan keyinla ularning avratlari ichilib qoldi. Ular jannatdagi daraxtlarning yaproqlari bilan avratlarini yepishga kirishdi. Ularning Rabbi ularga koyib: "Men sizlarga bu daraxtni, ya'ni mevasini yeyishni mani qilmaganmidim? Shubhisizki shayton sizlarga haqiqatan oshkor dushmandir demaganmidim?" deb nido qildi. Ular: "Rabbimiz, biz o'zimizga o'zimiz zulm qildik. Agar sen bizga mag'firat qilmasang, bizga rahim qilmasang, biz cho'qim ziyon tortquchilardan bo'lamiz" dedi. Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhuning mundoq deganligi rivoyat qilindi. Odam alayhissalom xurma darxiga o'xshash egiz, choch soqollari intayin qo'yiq odam edi. U shaytonga oldinib cheklangan daraxtning mevasini yegandan keyin avrat a'zolari ichilib qoldi. Shuning bilan u jannatning ichida u yon bu yoqqa yugurishga boshladi. Jannatga ma'lum bir daraxt Odam alayhissalomning chechini ilib oldi. Odam alayhissalom chechimni qo'yib dedi. Daraxt qo'yib dedi. Shu asnoda Alloh taolo: "Ey Odam, mendan qichiyotamsan" deb nido qildi. Odam alayhissalom: "Yo'q, ey Rabbim, men sendan hayo qilyapman" dedi. Bu hadisni Ibn Jarir va Ibn Mardaviy
bir qancha xil uslub bilan rivoyat qilgan. Ular jannatdagi daraxtlarning yaproqlari bilan avratlarini yepishga kirishdi. Bu oyatning ma'nosi to'g'risida Ibn Abbos radhiyallohu anhuma oyatdagi daraxtlarning yaproqlaridan anjur daraxining yaproqi ko'z tutildi dedi. Mujahid bu oyatning ma'nosi ular jannatdagi daraxtlarning kiyim shakldagi yaproqlari bilan avratlarini yepishga kirishdi deganlik bo'ladi deydi. Vahba ibn Munabbah Allah Taalaning daraxtning mevasini yegandan keyinla ularning avratlari ichilib qoldi degan oyat to'g'risida mundaq dedi. Aslida Odam bilan Havvoning kiyimi nurdan bo'lib, ular bir-birining avratlarini ko'rolmaydi. Ular cheklangan daraxtning mevasini yeganligi uchun avratlari ichilib qoldi. Abdurrazzaq Qatadaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Odam alayhissalom Alloh taolaga: "Ey Robbim, men tavba qilib va mag'firat tilasam qabul qilarsanmi?" degan. Alloh taolo: "Agar shunday qilsang, seni jannatga kirgizaman" deb javob bergan. İblis Allah Taaladan gunohining kechirilishini so'ramay, faqat qiyomat kunigacha muhlat berishni so'ragan. Shuning bilan Alloh Taala har ikkisiga so'rag'anini berdi. Zahak ibn Muzahim mundaq deydi. Oyatki Rabbimiz biz o'zimizga o'zimiz zulm qildik. Agar sen bizga mag'firat qilmasang, bizga rahim qilmasang, biz cho'qim ziyon tortquchilardan bo'lamiz degan duo bo'lsa, Odam alayhissalomning gunohining kechirilishi uchun Robbidan ta'lim olgan bir qancha so'zdir. Alhamdulillah. Allah şükürler olsun. Yuqorida Arab suresi tafsiridan 23. oyatgacha angladinglar. Oxirini keng qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.